ruqiya o'qittirishdagi, ya'ni dam soldirishdagi oddiy haqiqatni sizlarga aytay. Bir xil odamlar o'ylaydi, ko'pchilik dam soldirish desa 3 kunni tushunadi. To'g'ri, dam soldirish 3 kun. U kim uchun? Hech qanaqa bezovtaligi yo'q, hech qanaqa tanasida og'rig'i yo'q odamga 3 kun. O'zim shunchaki dam soldirib olay degan odam 3 kun dam soldiradi. Ozgina boshingiz og'rib qoldimi, 5 kun soldirasiz. Oyog'ingiz, qo'lingiz og'riyaptimi, 7 kun soldirasiz. Yoki qorningizda, belingizda kuchli og'riq bormi, uyqungizda bezovta bo'lyapsizmi, vahima vasvasangiz bormi, 9 kun, 11 kun ketaveradi va hokazo, tuzalguningizcha soldirasiz. Unaqa 1 kun, 2 kunda odam dam soldirib yaxshi bo'lib qolmaydi. Bu ham xuddi muolaja. Doktorga borsangiz, bir joyingiz doktor tomonidan og'riydigan bo'lsa, dorini ichasiz. Dori ta'sir qilguncha 5 kun, 7 kun lecheniya qilib beradi. Bu ham xuddi shunaqa, dam soldirish ham shunaqa. Unaqa 1 marta, 2 marta dam soldirsangiz, bo'ldi, yaxshi bo'lib qolasiz emas. Aytdimku, hech qanaqa bezovtaligi yo'q odamki 3 kun soldirsa, ozgina boshingiz og'rib qolsa 5 kun soldirasiz, ixlos qilib, keyin Alloh taolo kalomini sizga shifo qiladi, keyin yaxshi bo'lasiz.